Rossiyaning o'rmonlarida bir narsa diqqat e'tiborimni tortadi hamisha daraxtlarning tekisligi, qalinligi. Bular o'sha mana sug'orilmaydi-ku, faqat yomg'ir, qor, namni zo'rligidan bo'ladi-da. Masalan, o'zimizda bunday qalin daraxtzorlar faqat tog'li hududlarda, tog' yonbag'rilarida bor-da. Endi Rossiya asosan mana shunday namgarchilikdan iborat. O'rmonlarni yaxshi ko'raman, daraxtlarni yaxshi ko'raman. Shuni yoqadi odamga, mazza qilaman. Qani imkonim bo'lsa tushib, bir mana shunaqa joylarda mashina saqlaydigan joylar yo'q-da, to'xtash mumkin emas bo'lgan joylar. O'sha. Mana shu yerlarga to'xtab 5-6 ta sheriklar bilan bir dam olib, bir narsa pishirib, yeb, mana chaylachalar qurib, yotib, mazza qiladi odam. Men belida yirtqich hayvonlar ham bo'lishi mumkin. Mana Platin darogaga ham keldik mana. Pullik yo'l mana shu 200 kilometrlar yutaman-da, shu yerdan o'tib ketsam, aylanib. Navigatorim shaqa to'g'rilayapti, pullik yo'l bo'lsa dedim. Baribir salarka sotib olasiz, o'sha pulga bir xil bo'ladi, lekin vaqtdan yutganingiz qoladi shu. Shunaqa gaplar do'stlar, kuzatib boraveringlar qani. Qiziqarli nimalar bo'lsa tashlab boraveraman.